To'g'risini aytsam, insonlarga yaxshilik qilib bo'lmas ekan. Chunki nimaga demoqchi bo'lsalaring, men ko'p insonlarga yaxshilik qildim, lekin menga ular qilgan yaxshiligimga yaxshilik bilan javob qaytarishmadi. Masalan, menga juda ham ko'pchilik yozadi, profilimni reklama qilib bering deyishib, yokida o'zlarining mahsulotlarini reklama qildirib olishadi. Endi mana masalan 90 mingta obunachi bo'lguncha juda ham katta mehnat qilganman-da, qo'ymagan videolarim qolmagan. Xalqdan shuncha odamlarning eshitmagan gap so'zlarim qolmagan. Haqoratlar qilishgan. Har bitta gap so'zlariga men chidaganman. Bu gaplarga chidashni o'zi katta kuch, to'g'risini aytsam. Bu gaplarga chidab, mana shuncha auditoriyani yig'ib olishni o'zi katta bir mahorat. Mana shuncha narsani bitta qilish bu juda ham qiyin ish. Shuncha prosmotrlarni yig'ish, videolarni rekka chiqarib olish, har bittasi bu juda ham ko'proq sabr, toqat talab etadi, chidash talab etadi. Negativ fikr bildiruvchilar juda ham ko'p. Ular sizni bir zumda pasaytirib borishlari mumkin. Shuning uchun har bitta narsaga sabr, toqat qilib, chidab, men shuncha yil o'zim ko'tarilib kelganman. Hech kimning yordamisiz menga hech kim bu ijtimoiy tarmoqda yordam bermagan. Ko'tarilishimga har bittasiga o'z kuchim bilan erishib kelganman. Mana shuncha obunachi qilganimgacha masalan hamma narsaga o'zimda kuchim bilan erishganman. Shuning uchun ham bu narsalarga endi men reklamalar bo'yicha ko'plar menga yozishadi, bepulga qo'yib bering. Masalan, kam ta'minlangan oilaman deydi, qiynalganman, sharoitim og'ir, pulim yo'q, shunga o'xshagan gaplarni juda ham menga ko'p aytishadi. Men ularga to'g'risini aytsam, rahmim keladi-da. Masalan, men o'zim shunaqa uyda, shunaqa sharoitda yashayotganligim uchun ham men rahmim kelib ularga mayli qo'yib beraman deyman. Keyin ko'pchilik aytadi, keyinroq pulimiz bo'lganda, keyinroq reklamalardan reklama qilib berganingizdan keyin biz foyda olib turib sizga pulingizni qilib beramiz deyishadi yoki arzonroqqa qilib bering deydi yoki umuman pul berishmaydi-da menga. Qiynalganman, sharoitini tushuntiradi. Hozir umuman pulim yo'q, iltimos opajonim deb shunaqalar qilib menga reklama qo'ydirishadi. Qo'yib berganimdan so'ng ularga birozgina foyda bo'lgandan keyin meni blokka tiqib yuborishadi. Xullas shunaqa noinsof insonlar ham juda ham ko'p ekan. Mana masalan shuncha yil qiynalib yiqqanman shuncha auditoriyani. Ular esa osongina yaxshilik qilsam ham baribir meni blokka tiqib yoki menga haqoratli so'zlarni aytib, meni bloklab tashlaydi. Endi bu yerda insofgarchilik, mehr-oqibat qayerda?